Hozirgi kunda bizani ajrashgan ko'p qizlarimiz, ayollarimizni, yoshi katta turmushga chiqmagan qizlarimizni soni ko'payishiga sabab bu hozirgi yigitlarimizni maydalashib ketishi, xotinchalish bo'lib ketishi sabab. Nimaga desanglar, mana shu direktimga kuniga bir 100 ga yaqin xat keladi va uni juda ko'pchiligi bu alfons yigitlar sog'adigan va bergan gulini tiyin-tiyinigacha sanab qaytarib olishni so'raydigan yigitlar va bularni hammasini ko'rib turgan, tashqaridan ko'rib turgan qizlar qanaqa qilib turmushga chiqishga ertaga intilishadi, ularda qiziqishi bo'ladi. Mana shu sabab qizlarimiz turklarga, chet ellarga, koreyslarga, boshqa millat vakillariga turmushga chiqib ketishyapti. O'zbek yigitlari og'zi anqayib qolib ketyapti. O'zi qolgan 5 grammlik obro'yingizni undan battar to'kib, u qizdan siz unga bergan emotsiyangizni, ya'ni hadyangizni, gul, sovg'a, podarkangizni undan hisoblatib so'rab olishingiz juda ham uyat. Ho'kiz desam, ho'kiz o'xshatish sizga uvol o'zi. Bunaqa erkaklarga-da ho'kiz ham unaqa erkakdan foydaliroq. Men erkaklar bo'yicha motivator yoki bir ekspert emasman. Erkaklarga, yigitlarga men unaqa bo'linglar, bunaqa bo'linglar deb ortiqcha gapirgim yo'q. Yigitlar bitta gapim, erkak bo'linglar, mujik bo'linglar bo'ldi. Hop, yirik bo'linglar, mayda bo'lmanglar. Boshqa gapim yo'q, sog'-salomat bo'linglar. Men sizlar bilan birgaman. Motivatsiya, o'zingizga kerakli maslahat hammasini mendan eshitasizlar. Obuna bo'lib qo'yinglar. Bu videoni albatta poдружкangizga jo'nating. Foydali bo'lsin.